Hammaga salom, sizlar bilan Alisher EBC5 kanalidagi yangi videoga xush kelibsiz. Bugungi videoda ko'pchilikka yoqadigan Granny 3 o'yinini birgalikda o'ynab yutishga harakat qilamiz. Video boshlanmasdan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalarni bosib tashlang. Har videoda aytaman, obuna bo'ling deb, lekin 88% odam obuna bo'lmasdan ko'radi. Iltimos, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Qiziqarli va qo'rqinchli videolar hali oldinda. Demak, unda Granny o'yinini boshladik. Day number 1 demak birinchi kun boshlandi. Ushbu qo'rqinchli uydan chiqib ketish kerak. Uyg'ondik demak ketdik. Birinchi navbatda buni olamiz chunki eshikni ochish kerak. 6 oydan ko'p vaqt bo'ldi bu o'yin o'ynamaganimga, lekin ozgina esimda. Shuning uchun tezroq harakat qilaman chiqib ketishga. Voy, ochil tezroq. Kimdir kelyapti, eshityapman ovozini. Chiqamiz. Ha, hech kim yo'q ekan. Salom. Bu yoqda kimdir kelyapti. Bu xonadan nimadir. Yo'q, bu yerda hech nima yo'q. Pastga chiqamiz. Ha, bu yerdan kirish mumkin. Yo'q, narigi tarafdan kiramiz. Salom robotjon. Yo'qol ket. Ha, signalizatsiya chaqir. Ochil. Yo'q, magazin yopiq. Hech nima yo'q chunki. Voy, nimadir quladi. Bu qayerdan paydo bo'ldi? Qop ketamiz, chiqib ketish kerak bu yerdan. Hech nima yo'q ekan, bir narsa bor deb o'ylayapman. Kelib qolmadimi? Kelmabdi. Shkafga yashinib olamiz. Qo'rqma, voy. Tashqaridan nima qilyapman kirishga? Yeraba Slendrina yana boshladi. Yoqmaydigani bu Slendrina edi, chunki chiqib qoladi birdaniga. Kelyapti. Agar o'ynagan bo'lsangiz, sizga qaysi biri umuman yoqmaydi? Slendrinami, Grannymi yoki Grant amakimi? Izohlarda yozib qo'ying, kommentlarni to'ldirib tashlang. Hali ham turibdi, keta qol. I see you. Mana ko'rmadi. O'tib ketdi. Ko'rayotganmish. Hop chiqamiz. Voy, qopqon qo'ydi. Voy, ket. Grannyning orqasidan qo'lyapmiz. Ketdi. Yana bir bor salom. Voy, bu nima? Yo'q, hozircha shart emas bu.